Diqqat, tezkor xabar. O'zbekistonda o'ta xavfli yuqumli kasallik tarqatuvchi uyg'ondi. Azizlar, ushbu xabar boshqa yurtdoshlarimizga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosishni unutmang. O'ta xavfli yuqumli kasallik tarqatuvchi Qrim Kongo gemorragik isitma kasalligi uyg'ongani aytildi. Bu haqda Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu kasallik kanalar chaqishi oqibatida yuzaga keladi va bu inson hayoti uchun nihoyatda xavflidir. Sanepid qo'mita vakilining so'zlariga ko'ra, kasallikni yuqtirib olmaslik uchun bir necha qoidalarga amal qilish kerak bo'ladi. Xususan, chorva mollarining tanasiga yopishib olgan kanalarni ularning terisidan olib tashlash uchun qo'l bilan ushlamaslik, ularni o'ldirmaslik lozim. Shuningdek, agar chorva mollarida kanalar mavjud bo'lsa, hududiy veterinariya bo'limiga murojaat qilib, kanalardan tozalash choralarini ko'rish shart. Mabodo tog' adirlarga chiqqan vaqtda kana chaqsa, darhol tibbiyot xodimlarining ko'rigidan o'tish talab qilinadi. Ushbu kasallikni yuqtirganlarni davolash jarayonida shifokorlar maxsus himoya kiyimlaridan foydalanishi hamda o'ziga yuqtirib olmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi lozim deyilgan xabarda.